Assalomu alaykum. Men Habibova Sitora, Termiz davlat pedagogika instituti maktabgacha ta'lim kafedrasida o'qituvchisiman. Bugun biz sizlar bilan pedagogik kompetentlikning tuzilishi va mazmuni ushbu mavzu 3 ta rejadan iborat bo'lib, rejalar quyidagicha. Birinchi rejamiz kompetentlik va kasbiy kompetentlik tushunchalarining mohiyati, kompetensiya turlari va piramidasi va uchinchi rejamiz pedagogik kasbiy kompetentlikning rivojlanishi haqida gaplashamiz. Xo'sh, pedagogik kompetentlik o'zi kompetentlik so'zi inglizcha so'zdan olingan bo'lib, faoliyatda nazariy bilimlarni samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon eta olish degan ma'nolarni bildiradi. Kompetensiya o'zi o'sha majmua hisoblanib, pedagog xodimlar, mutaxassislarning bilim, ko'nikma, malakalar yig'indisidan iboratdir. Kasbiy kompetensiya esa yoki kasbiy kompetentlik mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma, malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo'llay olishi hisoblanadi. Ya'ni o'sha nazariy olgan bilimlarni ertangi kunda o'sha amaliyotga qo'llash jarayoni hisoblanadi. Kompetensiya turlari o'sha o'rganilish parametrlariga ko'ra ko'p tarmoqlarga bo'linib o'rganiladi. O'sha bulardan qisqacha kasbiy kompetentlik, kommunikativlik kompetentlik, shaxsiy kompetentlik, ijtimoiy kompetentlik, maxsus kompetentlik, informatsion kompetentlik, psixologik kompetentlik, metodik kompetentlik, umumkasbiy kompetentlik turlariga bo'linib o'rganiladi. Kasbiy kompetentlik o'z navbatida ikki tarmoqqa bo'lib o'rganiladi. Birinchisi bilim, ikkinchisi nazariya. Bilimni o'zi ko'nikma, malakaga bo'linadi. Nazariya esa amaliy tajriba qismidan iborat bo'ladi. Yuqorida kompetentlik turlari haqida ma'lumot berib o'tgan edik. Kompetentlik turlaridan birlari bu ijtimoiy kompetentlik hisoblanadi. Ijtimoiy kompetentlik o'z navbatida ikki turga bo'lib o'rganiladi. Ya'ni ijtimoiy munosabatlarda faollik hamda ikkinchisi kasbiy faoliyatda subyektlar bilan bo'lgan muloqot. Ya'ni jamiyatda bizda ijtimoiy kompetentlik muhim rolda turadi. Ya'ni o'sha ijtimoiylashuv jarayonida muloqot madaniyatimizni shakllantirishimizda ijtimoiy kompetentlikning o'rni beqiyos hisoblanadi. Keyingi kompetentlik turlarimizdan yana biri bu maxsus kompetentlik hisoblanadi. Maxsus kompetentlikni ham biz tarmoqlarga bo'lib o'rganar ekanmiz. Xo'sh, maxsus kompetentlik o'z ichiga nimalarni oladi? Birinchisi, kasbiy pedagogik faoliyatni tashkil etishga tayyorlanish. Ikkinchisi, kasbiy pedagogik vazifalarni oqilona ijro etish, ya'ni o'sha hal qilish. Uchinchisi, faoliyatni natijalarini real baholash va to'rtinchisi, bilim, ko'nikma, malakalarni izchil rivojlantirib borish nazarda tutiladi. Maxsus kompetentlik o'z ichiga o'sha mutaxassislarning o'sha amaliyot jarayoniga, ta'lim berish jarayoniga tayyorlanishi uchun xizmat qiluvchi kompetentlik turlaridan biri hisoblanadi. Yana kompetentlik turlaridan biri bu psixologik kompetentlik hisoblanadi. Psixologik kompetentlik bu psixologik jarayonda sog'lom psixologik muhitni yaratish va ikkinchisida ijobiy muloqotni tashkil etish va salbiy psixologik ziddiyatlarni o'z vaqtida anglay olish. O'sha jamoa bo'lib ishlayotgan vaqtda har xil nizolarni bartaraf etishda yoki kelishmovchiliklarni to'g'ri tushunishda yoki har qanday topshiriqlarga doim tayyor bo'lishda o'sha ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchining o'rtasida yaxshi muloqot madaniyatini shakllantirishimiz uchun ham psixologik kompetentlikni o'z o'rni mavjud hisoblanadi. Har bir bugungi kundagi pedagoglarimizda yoki bo'lajak tarbiyachilarimizda biz psixologik kompetentlikni doimo rivojlantirib borishga yordam berishimiz zarur. Keyingi kompetentlik turlarimizdan biri bu metodik kompetentlik hisoblanadi. Metodik kompetentlik ham o'z nomi bilan bilinib turibdiki, ta'lim jarayonida ta'lim oluvchilarda o'sha har xil metodlarni, usullarni qo'llashdan iboratdir. Xo'sh, metodik kompetentlik pedagogik jarayonni metodik jihatdan oqilona tashkil etish. Ikkinchisi,
ta'lim yoki tarbiyaviy faoliyat shakllarini to'g'ri belgilash hamda o'sha metod va vositalarni maqsadga muvofiq tanlash va ularni qo'llashdan iborat hisoblanadi. Keyingi kompetentlik turlarimizdan biri bu kommunikativ kompetentlik hisoblanadi. Kommunikativ kompetentlik bizni muloqot qilishimiz uchun zarur bo'lgan kompetentlik turlaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ish olib boruvchi pedagogik xodimlarimiz, ya'ni tarbiyachilarimiz uchun juda muhim hisoblanadi. Bugun bo'lajak tarbiyachilarni biz o'sha bolalarni sevishga, ular bilan muloqotni yaxshi rivojlantirishga, ular bilan do'stona, oqilona suhbatlar olib borishga o'rgatishimiz uchun kommunikativ kompetentlikning roli beryapmiz. Keyingi kompetentlik turlarimizdan biri bu informatsion kompetentlik hisoblanadi. Informatsion kompetentlik bu bugungi kunda o'sha zamonaviy metodlar, usullar bilan birgalikda yangi informatsiyalarni qabul qilish hisoblanadi. Informatsion kompetentlikda biz foydali ma'lumotlarni izlashimiz, yig'ish, saralash va o'sha o'zimiz izlagan, yig'gan ma'lumotlarimizni qayta ishlashimiz va o'sha qayta ishlangan ma'lumotlarni, foydali ma'lumotlarni qiziqarli va samarali foydalanish yo'llarini bugungi kunda tarbiyachilarimizga o'rgatib borishimiz kerak. Keyingi kompetentlik turlaridan biri bu texnologik kompetentlik hisoblanadi. Texnologik kompetentlik bugungi o'sha zamonaviy axborot texnologik kommunikatsiyasini o'rganish. Keyingisi ekstremal kompetentlik. Ushbu kompetentlikda biz favqulodda vaziyatlar, pedagogik nizolar yuzaga kelganda oqilona qaror qabul qilish kabi jarayonlarni o'z ichiga oladi. Ya'ni o'sha favqulodda vaziyatlar qanday? Bugungi kunda pedagogik xodimlarimiz yoki ta'lim oluvchilarimiz yoki maktabgacha ta'lim tashkilotida o'sha kichik yoshlardagi bolalarimizda har xil vaziyatlar, har xil nizolar yoki jamoaviy harakatlar bo'lib qolgan vaqtda ushbu kompetensiyaga biz murojaat qilib o'tamiz. O'sha ekstremal kompetentlik pedagogik nizolar yuzaga kelganda o'sha nizolarni to'g'ri, oqilona yo'l bilan hal qilish uchun bizga yordam beradi. Kreativ kompetentlik esa pedagogik faoliyatga tanqidiy, ijodiy yondashish, o'zining ijodkorlik malakalariga egaligini namoyon eta olish ko'nikmasi hisoblanadi. Kreativ kompetentlikda har bir mutaxassis o'zining sohasi bo'yicha ijodkor, kreativ bo'lishi kerak. Ya'ni yangiliklarga qiziquvchan, o'z sohasi yangiliklarni tezroq qabul qila oluvchi bo'lishi lozim. Keyingi kompetensiya turimiz umumadaniy kompetensiya hisoblanadi. Umumadaniy kompetensiya bu milliy urf-odatlarimiz, ya'ni kattalarga bo'lgan hurmat, kichiklarga bo'lgan izzat kabi jarayonlarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, boshqa millatlarning madaniyatini hurmat qilishni o'z ichiga oladi. Yuqoridagi kompetensiya turlarimizni rivojlantirishimiz uchun biz pedagoglar o'z ustimizda doimo ishlab borishimiz lozim. Kasbiy bilim, ko'nikma malakalarimizni takomillashtirishimiz, kasbiy ijodiy hamkorlikda doimo ish olib borishimiz hamda ishchanlik qobiliyatlarini doimo o'zimizda rivojlantirib borsak, biz yuqorida sanab o'tgan kompetentlik turlarimiz yaxshi rivojlanadi. Sizlar bilan biz pedagogik kompetentlikning tuzilishi va mazmuni mavzusi yuzasidan qisqacha ma'lumotlar berildi. Sizlar bilan Sitora Habilova. E'tiboringiz uchun rahmat.